Qo'rg'on tomoqni ko'p yeb, ishtahasi tutilgan yoki jigan mayqabliga urug' tuqqanliga alohida mos keladigan chilg'an xo'asonning oiladik qilish usulini keldi. Buning qilish usuli nihoyat oddiy bo'lib, muhimi eng tafsiliy qilib o'tma. Amiz qo'llig'ini bo'lib qolsa, naqsiz yurakdan birini bagaj ko'rsangni ketdik. Avval 5 kiloga setilib akagan xo'asonni bir kecha suvga chilab qo'ysak, suratdagidek mana mushallatda yuqnaydi. Ondan buni qozondagi suv to'kib, xo'asondan bezikib chiqish uchun turaliq materiallardan 2 tal bajav ve 10 tal atrofida xo'jav selib, tovoqni yepib, taxminan 10 minut atrofida qaynatib suzib olgandan keyin sovuq sut bir chayqitib, qo'shimcha materiallardan ko'k qizil laza, samsaq piyozni bo'lsa, suratdagidek mana mushallatda to'g'rilsak bo'ldi. Keyinida 2 qo'shiq aqshika, bir chimish shangchu, mushu xo'ason cho'kashgidek ko'proq achchiq suv qo'ymiz. Mening ishlatganim bo'lsa, yeshil o'lchimida 100% saf achchiqdan ishlab chiqarilgan Elnurina gullik markasidagi achchiq suvi. Elnur shirkatimizning unmay görüştürdüm başqana sağlam bo'lgan non va chamg'u mahsulotlarini bor bo'lib, lozim do'stlarga boshpatlik serqarib g'isib qo'ydim. Orqadan qilib materiallardan ko'k qizil laza, piyoz va samsaqlarni selib, osti ustini rosa aralashtirib, shekarni to'liq eritib, mana ma'nodek aynak qutining ichiga to'kib, ig'zini ching etib, bir kech qo'ygandan keyin mana shunday rangi va ta'mi nihoyat alohida chiqadi. Oila cho'qim bir sinab yiqishinglarni tavsiya qilaman. Amsa oxirida qo'llash